Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Esinglarda bo'lsa, shu joyimizda, To'rsudiq joyimizda 35 ming ham qo'ydik, 29.700 ham qo'ydik. Keyin men aytdim, "Apajon, sal tushirib, chiroyli qilib bersak, xalqqa manfaatli bo'lib, zo'r ketadi shu joy" deb kelishib, talashib tushirib qo'ydim. Hozir narxini aytaman. Manzilni qaranglar. Rishton Orom choyxonadan to'g'ri kelsangiz 300-400 metr yoki Voyankomat tomondan ham kirib kelsangiz bo'ladi. Esinglarda bo'lsa, shu joyimizni qo'ydim. Kiramiz mana. Mana shu joydan bag'i beriladi. To'rsudiq, gaz suv svetdan muammosi yo'q. Bu xonadonga naryoqdan eshik ochiladi. Mana bu yerdan zabor qilib, dual qilib olsa bo'ladi. Kirganimizda holati mana. Shetgacha polni To'rsudiq ajratib berishadi. Dokumentidan muammosi yo'q. Hovli qidirib yurgan tanishlaringga bitta jo'natib qo'yinglar. Hammanglarga rahmat. Pardeshi uchun Rossiya ham zo'r joylar qo'ysak, sirazi sotilib ketyapti. Bu ham xudo xolasa ketadi. Narxini apa bilan talashib 25.500 dollar, yana sunnatiga o'tib berishadi. Past raqamlar qoldirib, bemalol aloqaga chiqib baraka qilishlari mumkin. Mana sizlarga zo'r joydan, zo'r lokatsiyadan, sentrdan hovli ulgurib qolinglar. Sotiladi srochni.